Hurmatli fan olimpiada markazi, olimpiada o'tkaza olmasanglar, shaffoflik ta'minlanmasanglar, iltimos qaytib olimpiada o'tkazmanglar. Mana savollar ertalab tarqab bo'lgan ekan. Mana matematika 10-sinf, 15-58 e'lon qilyapsizlar savollarni. Mana hozir ochib qaraymiz savollarga. Mana savollar. Mana xuddi shu savollar ertalab tarqagan. Mana hozir isbotlab beraman buni. Soat 11:14 da bizni gruppaga yetib kelyapti. Shuni kalitini qilaylik. Gruppaga chiqibdi 10-sinf ekan degan mana. Lekin 10-sinflar endi kiradi, hayronman deyapti. Lekin savollarga qarasanglar, soat 7:00 da skrinshot qilingan mana. 7:00 da xuddi o'sha 10-sinflarni savollari o'sha kimlarnidir qo'liga yetib borib, skrinshot qilib tarqatilgan. Keyin ustozlar gruppasiga yozganman. Assalomu alaykum ustozlar. Olimpiada savollar tarqab ketibdi. Nima qilsa bo'ladi? Qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Mana javoblarni o'zlaringiz o'qib ko'ringlar. Mana bu yerda ustoz yozyapti, ertalab 8000 dan sotilgan ekan savollar. Endi 2000 ga tushibdi. Keyingi ustoz olimpiada har doim shunday bo'ladi. Mana men so'raganman keyin, kimlar tarqatgan javoblarni, yozgan, tuzganlar tarqatgan. Boshqa ustozimiz yozyapti. Shuning uchun ham 2 yil bo'ldi o'quvchi tayyorlamayman deb. Yana iqtidorlar maktabi Telegram kanaliga ham maqola e'lon qilingan. Mana 200 dan sotilgan javoblar. Shuni tushuntirib bera oladigan odam bormi? O'quvchilarda ta'limga nisbatan, mana bu olimpiadaga nisbatan ishonch yo'qolmaydimi? Agar mard bo'lsanglar tan olinglarda shu olimpiada natijalarini bekor qilib boshqa olimpiada o'tkazinglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa, iltimos bizlarni ham o'quvchilarni ham ovora qilmanglar, o'sha tanishi, bilishi, puli borlarga o'rinlarni berib qo'yaveringlar. Bu videoni maksimal tarqatishga yordam qilinglar, hamma ko'rib qo'ysin. Mana ta'lim qanaqa ahvoldaligini, ta'lim kimlarning qo'lidaligini, o'sha 200 mingga zor odamlarning qo'lida qolgan ta'lim.